Ko'pchilik duoni marosim va odatga aylantirib olishgan. Qofiyalarni kelishtirib, Bunga qo'shilaman lekin. marosim bo'lib qoldi-da. Shu o'tiradi, duo qiladi, marosim. Maxsus bir marosimday ko'rib qoldi. Unaqa emas. Duoni o'zini qonun qoidasi, fiqhi bor duoni o'zi. Yurakdan, qalbdan chiqmasa befoyda. Qalbdan chiqqanda hatto til pichirdashi ham shart emas. Shart emas. Zakariyo duo qildi qalbidan deydi. Ulamolarimiz aytadi-da, Zakariyo qalbidan duo qildi, hatto tili aylanmadi deyapti-da. Va unga Robbisi Yahyoni in'om qildi, ne'mat qilib berdi deyapti. Qalbidan duo qilgan. Chin qalbdan duo qilish kerak. Duoni eng katta fiqhi qalbdan chiqish kerak. Arabiymi, forsiymi,